Xalqimiz uchun eng ulug' va muborak ayyom Qurbon hayiti bugun ko'tarinki ruhda nishonlanmoqda. Erta tongdan yurtimiz masjidlarida minglab yurtdoshlarimiz Qurbon hayiti namozini ado etib, yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi hamda oilalar xotirjamligini so'rab duolar qilishdi. Hozir shu haqda. Bugun respublikamiz bo'ylab keng nishonlanayotgan Eid al-Adha Qurbon hayiti munosabati bilan Surxondaryo viloyatining barcha jome masjidlarida hayit namozi katta shukuh va ko'tarinki ruhda ado etildi. Tong sahardan boshlab masjid tomon yo'lga chiqqan yurtdoshlarimiz oqimi bayramning xalqimiz hayotidagi yuksak qadri va ma'naviy ahamiyatini yana bir bora namoyon etdi. Yuz ko'zlarda quvonch va shukronalik ifodasi aks etgan insonlar bir safda jam bo'lib hayit namozini hamjihatlikda ado etdilar. Mana bugun hammamiz uchun ulug' bo'lgan Qurbon hayitini nishonladik. Hammaga, xalqimizga sog'lik, salomatlik, yurtimiz tinch bo'lsin, elimiz obod bo'lsin. Masjidlarda imom xatiblar tomonidan o'qilgan ma'ruza va vazlarda tinchlik va osoyishtalikning qadriga yetish, o'zaro mehr-oqibatni mustahkamlash hamda ehtiyojmandlarga yordam qo'lini cho'zish kabi ezgu fazilatlar alohida ta'kidlandi. Surxondaryo viloyatimizda 130 dan ziyod masjidlarimizga Qurbon hayit namozi o'qildi. Hamma xursand holatda kelib, kirib ibodatlarni ado etib ketyapti va chiqqandan keyin juda hamma xursand, bir-birini tabriklab, mana shunday bir davrga, mana shunday bir yurtga yashayotganidan hamma mamnun. Hozirgi paytda 15 ming hojilarimiz Saudiya Arabistonida ibodatdalar. Davlatimiz tomonidan boquvchisini yo'qotgan, ya'ni otasi yoki onasi yo'q bolalarni hisob raqamiga $200 dan mablag' pul ajratib, ya'ni hisob raqamiga topshirildi. Hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miramonovich tomonidan bu narsalar o'zi boshlab berildi. Shuningdek 8 mingga yaqin jarrohlik amaliyotini bajarishi kerak bo'lgan, lekin bugungi kunda o'sha mablag'ga ega bo'lmagan fuqarolarimizni demak jarrohlik amaliyoti uchun imkoniyat pul o'tkazib berildi. Namozdan so'ng masjid hovlisi samimiy uchrashuvlar va tabriklar bilan to'ldi. Yurtdoshlar bir-biri bilan ko'rishib, hayit munosabati bilan ezgu tilaklar bildirdi. Viloyat rahbarlari ham joylarda bo'lib, aholini Qurbon hayiti bilan tabrikladi. Haj amallariga O'zbekiston Respublikasidan 100 nafar fuqaroni prezidentning hisobidan, davlatimiz hisobidan bepul borib kelishlarini o'zlari nima qildi. Ana shu sohada mana Surxondaryodan 7 kishi hech qanaqa nima to'lamasdan haj amallariga jo'nab ketdi. Bizning ko'nglimizdagi yaxshi niyatimiz mana shunday ajoyib farmonlar bo'lsa, xalqni o'ylaydigan prezidentimizning umri uzoq bo'lsa, men albatta yana bir marta barchalaringizni bugungi bayram bilan chin dildan tabriklayman. Barchalaringiz uylaringizda faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Biz sizlarni faqat ana shu yaxshi kunlarda hayotlaringizning quvnoq kunida yonlaringizda bo'lishini xohlaymiz. Katta rahmat. Eid al-Adha bu nafaqat diniy bayram, balki insonlarni ezgulik, mehr-oqibat va birdamlikka chorlovchi ulug' ayyomdir. Ushbu muborak kun jamiyatimizda birlik, hamjihatlik va ma'naviy yuksalish tuyg'ularini yana bir bora namoyon etdi.